Demak, yurak glikozitlarini o'zi nima? Yurak glikozitlari o'simliklardan olinuvchi dori vositalarining guruhi bo'lib, terapevtik dozada yurakka kardiotonik va antiaritmik ta'sir etadi hamda turli etiologiyali yurak yetishmovchiligini davolashda qo'llaniladi. Endi keling hozirgi ta'rifda keltirilgan ba'zi so'zlarga oydinlik kiritib ketamiz. Antiaritmik so'zi o'zini nomi bilan ham aytib turibdiki, u aritmiyaga qarshi, ya'ni yurak ritmini buzilishini davolashda qo'llaniladi. Yurak glikozitlarini ta'rifida keltirilgan ikkinchi xususiyati bu kardiotonik ta'sirdir hamda kardiotonik ta'sir deganda yurakni qisqarish kuchi hamda qisqarish samaradorligini ortishi tushuniladi. Shunday qilib yurak glikozitlari yurakni qisqarish kuchini hamda samaradorligini oshiradi va shu bilan birga antiaritmik ta'sir etadi. Shu sababli bu dori vositalari yurak yetishmovchiligini davolashda qo'llaniladi. Yurak glikozitlarini kimyoviy tuzilishi. Yurak glikozitlari ikkita qismdan, shakar qismi glikon hamda shakar bo'lmagan qismi aglikondan iborat bo'ladi. Va mana shu glikon hamda aglikon qismlarining o'rtasidagi bog'ni biz glikozit bog' deb nomlaymiz. Umuman olganda glikozit bog' deb shakarni har qanday boshqa molekula bilan bog'lanishiga aytiladi. Hamda yurak glikozitlarining nomiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ular o'z nomini aynan mana shu glikozit bog' nomidan olgandir. Yurak glikozitlarini aglikon qismi ularni farmakodinamikasiga, ya'ni ta'sir mexanizmiga javob beradi. Glikon qismi esa dori vositasini farmakokinetikasiga, ya'ni uni eruvchanligiga, to'qimalarda taqsimlanishiga, ushlanishiga hamda fiksatsiyalanishiga javob beradi. Yurak glikozitlarini manbalari va olinishi. Demak, binafsharang angishvona guldan digitoksin dori vositasi olinadi, sertuk angishvona guldan esa digoksin hamda tsilonit vositalari olinadi. Strafanta kombi o'simligidan strafantin K dori vositasi hamda marvarid guldan karglikon hamda adonis gulidan adonis damlamasi olinadi. Yurak glikozitlarini klassifikatsiyasi. Yurak glikozitlarini turli xil klassifikatsiyasi bo'lib, klinik nuqtai nazardan bizga eng kerakligi hamda foydaligi bu ularni qutblanishi bo'yicha klassifikatsiyasidir. Qutublanish bo'yicha klassifikatsiyaga ko'ra yurak glikozitlarini 3 ta guruhga bo'lsak bo'ladi. Birinchi guruh bu qutbli glikozitlar, ya'ni gidrofil suvda eruvchan yurak glikozitlari hisoblanadi hamda ularga strafantin K dori vositasi bilan karglikon dori vositasi kiradi. Ikkinchi guruh bu qutbsiz yurak glikozitlari hisoblanadi hamda ularni biz lipofil yoki yog'da eruvchan yurak glikozitlari deb nomlaymiz hamda ularga digitoksin dori vositasini kiritishimiz mumkin. Va bizni klassifikatsiyamizdagi 3-guruh dori vositalari bu nisbiy qutbli yurak glikozitlari hisoblanadi hamda ular fizik kimyoviy xususiyatiga ko'ra qisman lipofil, qisman gidrofil xususiyatlarini namoyon qiladi. Va bu dori vositalariga biz digoksin dori vositasini kiritishimiz mumkin. Yuqorida aytib o'tganimdek, yurak glikozitlarini qutubliligi bo'yicha klassifikatsiyasi biz uchun klinik ahamiyatga ega va men hozir sizga nega bunday muhimligini tushuntirib berishga harakat qilaman. Demak, qutbli dori vositalari gidrofil bo'lganligi tufayli ular oshqozon ichak traktidan yaxshi so'rilmaydi, chunki biz bilamizki, hujayrani devori bifosfolipid membranadan iborat hamda ular suvni va unda eruvchan moddalarni o'tkazmaydi. Shu sababli qutbli, ya'ni gidrofil yurak glikozitlarini parenteral yo'l orqali, ya'ni tomir ichiga kiritgan afzaldir. Qutbsiz yurak glikozitlari esa yog'da eruvchan, ya'ni lipofil hisoblanadi hamda me'da ichak trakti hujayralarini devoridan erkin o'ta oladi. Xullas, tanish-bilishchilik. Shu sababli bu dori vositalarini biz enteral yo'l orqali, ya'ni oshqozon ichak trakti orqali kiritsak bo'ladi. Nisbiy qutbli yurak glikozitlari o'zida gidrofil hamda lipofil xususiyatlarni jam qilganligi tufayli ularni parenteral yo'l orqali hamda enteral yo'l orqali ham organizmga kiritsak bo'ladi. Qutbli yurak glikozitlari parenteral yo'l orqali organizmga tushganligi sababli
ularni qondagi konsentratsiyasi tezda ortib ketadi. Shu sababli biz ushbu dori vositalarini terapevtik samarasini tezda ko'rishimiz mumkin. Ya'ni ularni klinik samarasi bir necha daqiqa ichida namoyon bo'ladi. Lekin shu bilan birga bu dori vositalari organizmda tezda zararsizlantiriladi va ularni effekti qisqa vaqt hisoblanadi va bu taxminan 3 kunni tashkil etadi. Nisbiy qutbli yurak glikozidlari esa nisbatan qonga sekinroq so'riladi. Shu sababli ularni klinik samarasi bizda sekinroq namoyon bo'ladi. Lekin ushbu dori vositalari qonda sekinroq zararsizlantiriladi va shu sababli ular qonda ko'proq saqlanadi. Ya'ni taxminan 7 kungacha qonda saqlanib qolishi mumkin. Qutbsiz yurak glikozidlari esa qonga sekin so'riladi, lekin shu bilan birga ushbu yurak glikozidlari qolgan glikozidlarga nisbatan qonda eng ko'p saqlanadi. Ko'rib turganingizdek, yurak glikozidlarining qutblanishi bo'yicha klassifikatsiyasi juda ham informativ hisoblanadi hamda biz birgina shu klassifikatsiyaga qarab turib, yurak glikozidlarining xususiyatlari haqida dastlabki xulosalarimizni berishimiz mumkin. Yurak glikozidlarining ta'sir mexanizmi, ya'ni farmakodinamikasi. Yurak glikozidlari kardiomiotsit membranasidagi natriy-kaliy AT-fazani bloklaydi. Normada natriy-kaliy AT-faza hujayra ichidagi 3 ta natriy ionini hujayra tashqarisiga, hujayra tashqarisidagi 2 ta kaliy ionini hujayra ichiga olib kiradi va shu yo'l orqali hujayra ichi va hujayra tashqarisidagi ionlar farqini ushlab turadi. Yurak glikozidlari ta'sirida natriy-kaliy AT-faza bloklanadi va hujayra ichidagi natriy endi hujayra tashqarisiga chiqa olmaydi va hujayraning ichida natriyning miqdori ortib ketadi. Bunda kardiomiotsit natriyni boshqa yo'l orqali hujayrani tashqarisiga chiqarishga harakat qiladi va u natriy-kalsiy transportyorni ishga soladi. Bunda ushbu transportyor hujayra ichidagi natriyni hujayra tashqarisidagi kalsiy hisobiga tashqariga chiqaradi. U hujayra tashqarisidagi kalsiyni hujayra ichiga olib kiradi, hujayra ichidagi natriyni esa hujayra tashqarisiga chiqaradi va shu yo'l orqali hujayrani ichidagi natriyning miqdori kamayadi. Kardiomiotsit sitoplazmasiga tashqaridan kalsiy tushgandan so'ng u hujayra ichidagi sarkoplazmatik retikulum bilan bog'lanadi va uni eshiklarini ochib yuboradi. Va biz bilamizki, sarkoplazmatik retikulumda kalsiy ionlari saqlanadi va tashqaridan tushgan kalsiy hisobiga endi sarkoplazmatik retikulumni ichida o'tirgan kalsiy ionlari hujayraga, ya'ni sitoplazmaga chiqadi. Sitoplazmada kalsiyning konsentratsiyasini oshishi esa kardiomiotitdagi aktin va miozin bog'lanishini kuchaytiradi. Natijada kardiomiotsit kuchli qisqaradi. Kardiomiotitning kuchli qisqarishi yurakning qisqaruvchanlik kuchini oshishiga olib keladi va natijada yurak ko'proq qonni qon aylanish doirasiga otib beradi va shu yo'l orqali yurak glikozidlari yurak yetishmovchiligini yaxshilashi mumkin. Yurak glikozidlarining farmakologik ta'sirlari. Yurak glikozidlarining farmakologik ta'sirlariga kardial, ya'ni yurakka ta'siri hamda ekstrakardial ta'siri, ya'ni boshqa a'zo va to'qimalarga ta'siri kiradi va biz hozir yurak glikozidlarini kardial ta'sirini ko'rib chiqamiz. Demak, kardial ta'sirga birinchi navbatda musbat inotrop ta'sir, ya'ni yurakni qisqarish kuchini oshirish kiradi. Bunda yurak odatdagidan kuchliroq qisqarganligi tufayli u ko'proq hajmdagi qonni qon aylanish doirasiga otib beradi va shu orqali yurak yetishmovchiligi kompensatsiya qilinadi. Yurak glikozidlarining ikkinchi kardial ta'siri bu manfiy xronotrop ta'sir hisoblanadi. Bunda yurak qisqarishlarining soni kamayadi. Yurak glikozidlarining bu effekti yurakka ko'proq dam olish va energetik zaxirani tiklash imkonini beradi va yurak hordiq chiqarib olganligi tufayli keyingi safar yanada kuchliroq qisqaradi va tabiiyki katta va kichik qon aylanish doirasiga qonni ko'proq otib beradi. Yurak glikozidlarining navbatdagi kardial ta'siri bu manfiy dramatrop ta'sir hisoblanadi va bunda yurak glikozidlari yurakni o'tkazuvchan tizimiga tormozlovchi ta'sir etadi va parasimpatik nerv tizimini faoliyatini stimullaydi. Natijada esa yurakni o'tkazuvchan yo'l orqali impulsni o'tishi pasayadi. Yuqori dozada yurak glikozidlari yurak avtomatizmini oshiradi.
Bu esa yurakda ektopik o'choqlarni paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin va qo'zg'aluvchanlikni buzilishi, ya'ni aritmiyaga sabab bo'lishi mumkin. Yurak glikozitlarini ekstrakardial effektlari. Yurak glikozitlari buyraklarga siydik haydovchi ta'sir etadi va shu yo'l orqali ular buyrak faoliyatini yaxshilashi mumkin. Bundan tashqari yurak glikozitlari markaziy nerv tizimini tormozlovchi ta'sir etadi, ya'ni ularni sedativ effekti mavjuddir. Yurak glikozitlarini qo'llanilishi. Yurak glikozitlari asosan yurak yetishmovchiligini davolashda qo'llaniladi va biz yuqorida aytib o'tgan musbat inotrop mexanizmiga ko'ra ular yurak qisqarish kuchini oshirib beradi va shu bilan birga ular qon otish fraksiyasini oshiradi. Natijada yurak odatdagidan kuchliroq qisqaradi va uni bunday qisqarishi natijasida qon aylanish doirasiga ko'p miqdorda qon chiqadi va shu yo'l orqali biz yurak yetishmovchiligini kompensatsiya qilishimiz mumkin. Bundan tashqari yurak glikozitlari bo'lmachalar fibrillatsiyasi hamda bo'lmachalar titrog'ida ham qo'llaniladi. Bunda yurak glikozitlari yurakni o'tkazuvchan tizimiga tormozlovchi ta'sir etadi va shu bilan birga ular parasimpatik tizimni faollaydi. Bunda qo'zg'aluvchi va o'tkazuvchi neyronlardagi ion kanallar bloklanadi va shuni hisobiga impulsni hosil bo'lishi va impulsni o'tish tezligi pasayadi. Shu o'rinda sizga bir narsani aytib o'tishim kerak, ya'ni yurak glikozitlari yurak ritmini buzilishida, ya'ni aritmiyalarda qo'llaniluvchi birinchi qator dori vositalari hisoblanmaydi. Chunki ularni terapevtik oynasi juda ham kichik. Xo'sh, kichik terapevtik yoki tor terapevtik oyna nima degani? Terapevtik oyna bu dori vositasini davolovchi samarasi namoyon bo'ladigan minimal doza bilan toksik effekt ko'rsatmaydigan maksimal dozaning oralig'idir. Yurak glikozitlarida esa mana shu biz aytib o'tgan maksimal hamda minimal dozani orasidagi farq katta bo'lmaydi va shu sababli bu dori vositalarini qo'llaganimizda toksik ta'sir tezda rivojlanadi. Yurak glikozitlarini mana shu xususiyati ularni asosiy antiaritmik dori vositasi bo'lishiga to'sqinlik qiladi. Bundan tashqari oxirgi ma'lumotlarga qaraganda yurak glikozitlari yurak yetishmovchiligi bor odamlarda ularni hayot davomiyligini uzaytirib bermaydi. Lekin ular surunkali yurak yetishmovchiligi bor insonlarni hamda surunkali yurak yetishmovchiligi bilan birgalikda aritmiyasi bor insonlarda yaxshi samara beradi. Yurak glikozitlarini nojo'ya ta'sirlari. Yurak glikozitlarini nojo'ya ta'siri bu bemorlarda bradikardiyani paydo bo'lishi hamda atrioventrikulyar o'tkazuvchanlikni bloklanishiga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari yurak glikozitlari ko'ngil aynish va qayt qilishga sababchi bo'lishi mumkin. Ba'zida yurak glikozitlarini qo'llash natijasida qorinda og'riqlar ham yuzaga keladi. Markaziy nerv tizimi tomonidan esa yurak glikozitlari psixotik buzilishlarga hamda ksantopsiyaga, ya'ni rang qabul qilishni buzilishiga olib kelishi mumkin. Yurak glikozitlari bilan intoksikatsiya yoki o'zimizni so'z bilan aytganda zaharlanish. Yurak glikozitlari bilan zaharlanish dorining nojo'ya ta'sirlarini kuchli shaklda namoyon bo'lishi bilan xarakterlanadi. Glikozitlar bilan zaharlanishga ularni terapevtik oynasini torligi, dori dozasini noto'g'ri qabul qilish va shu bilan birga yurak glikozitlarini saqlovchi o'simliklarni iste'mol qilish sabab bo'ladi. Glikozitlar bilan zaharlanishni klinik belgilariga paroksizmal taxikardiya yoki bradikardiyaga o'xshash aritmiyalarni paydo bo'lishi, ko'ngil aynish hamda qusish, ko'rish bilan muammolarni paydo bo'lishi hamda kuchli qorin og'rig'i kiradi. Bundan tashqari glikozitlar bilan boshqa ba'zi dori vositalarini qo'llash ham qonda glikozitlar miqdorini ortishiga hamda intoksikatsiya belgilarini paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin. Ushbu dori vositalariga diuretiklar, kalsiy kanali blokatorlari, amidaron, siklosporin, xinidin va nosteroid yallig'lanishga qarshi dori vositalari kiradi. Hamda siz klinik amaliyotingizda yurak glikozitlari bilan ushbu dori vositalarini ehtiyotkorlik bilan bemorga berishingiz kerak bo'ladi. Yurak glikozitlari bilan zaharlanishni bartaraf etish. Glikozitli intoksikatsiyada AV o'tkazuvchanlikni tiklash uchun biz bemorga M-xolini blokatorlar, masalan, atropin beramiz va u M2 xolini retseptorlarini bloklash hisobiga AV o'tkazuvchanlikni tiklaydi.
Glikozidli intoksikatsiyada qorinchalar ekstrasistaliyasini bartaraf etish uchun biz bemorlarga antiaritmik dori vositalarini, ya'ni ularni birinchi B guruhiga kiruvchi fenitain dori vositasini beramiz. Bundan tashqari, glikozidli intoksikatsiyada biz EDTani, ya'ni etilen diamin tetraoksus kislotani qo'llashimiz mumkin. Bunda u o'ziga kalsiyni bog'lab oladi va shu yo'l orqali glikozidlarni toksik ta'sirini bartaraf etadi. Glikozidli intoksikatsiyada qo'llaniluvchi yana bir dori vositasi bu unitiol hisoblanadi. U hujayra membranasidagi natriy kaliy atefaza faoliyatini o'zidagi sulfgidril bog' hisobiga tiklaydi va intoksikatsiyani bartaraf etadi. Glikozid bilan zaharlanishda kaliy vositalari ham yaxshi samara beradi, chunki ular glikozidlar bilan natriy kaliy atefazaga bog'lanish uchun raqobat qiladi hamda qaysi moddani miqdori qonda ko'p bo'lsa, o'sha yutib chiqadi va kaliy yurak glikozidlarini konkurensiyada yutib chiqqanligi hisobiga ularni toksik ta'sirini kamaytiradi. Lekin bu yerda tangani ikkinchi tarafi bor, ya'ni kaliyni miqdorini ortishi yana yurak ritmini buzilishiga sabab bo'lishi mumkin. Shu sababli bu holatni yodingizda yaxshilab saqlashingiz kerak bo'ladi. Hamda intoksikatsiyani davolashning zamonaviy usullaridan biri bu digoksinga spetsifik antitanalarni qo'llashdir. Ular digoksinni bog'lab oladi va uni farmakologik samarasini yuzaga kelishiga yo'l qo'ymaydi. Shunday qilib, bugungi yurak glikozidlariga bag'ishlangan video darsimiz yakuniga yetdi. O'ylaymanki, ushbu darsimiz sizga qiziq va shu bilan birga foydali bo'ldi. Ushbu darsni tayyorlash qolgan darslarga nisbatan ko'proq kuch, e'tibor va vaqtni talab etdi. Shuning uchun ijodkorlarni biroz bo'lsa-da rag'batlantirish uchun sizdan like tugmasini bosib qo'yishni, videoni do'stlaringiz bilan ulashishni hamda kanalga a'zo bo'lmagan bo'lsangiz, a'zo bo'lishingizni so'rab qolardim. Barchangizga e'tibor uchun katta rahmat. Uchrashguncha xayr do'stlar.